Diqqat xalq, tezkor xabar. O'zbekistonda kelgusi 5 kun davomida anomal jazirama chekinib, havo haroratining sezilarli darajada salqinlashishi kutilmoqda. Dushanba kunidan boshlab respublika hududida salqin havo massalari kirib keladi. O'zgidromet ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston markaziy hududlar va Toshkent misolida bo'yicha 5 kunlik ob-havo prognozi. 3-avgust dushanba +37 +39 daraja, kunduzi kechasi +25 daraja +26 daraja. 4-avgust kuni seshanba +34 +36 daraja, kunduzi +23 +25 daraja, kechasi. 5-avgust chorshanba 33-35 daraja, kunduzi 22-24 daraja, kechasi. 6-avgust payshanba +35 +37 daraja, kunduzi +23 +24 daraja, kechasi. 7-avgust juma +36 +38 daraja, kunduzi +22 +24 daraja, kechasi. Hududiy o'zgarishlar. Shimoliy viloyatlar, Qoraqalpog'iston va Xorazm salqin havo dushanba kunidanoq kiradi. Harorat +32 +35 darajagacha pasayadi. Janubiy hududlar Qashqadaryo va Surxondaryo dushanba kuni jazirama issiq +42 +45 daraja saqlanib qoladi. Seshanbadan boshlab esa +37 +39 darajagacha pasayadi. Shamol haftaning dastlabki kunlarida 3-4 avgust ba'zi joylarda shamol tezligi 13-18 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zonlar keltirib chiqarish ehtimoli bor. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.